Bitta ko'rganda bolalikni esga soluvchi o'sha mazali ta'mni hozir birgalashib tayyorlaymiz. Iliq sutimizga iliq suvni qo'shib aralashtiramiz va ustidan yog', shakar, dro'ja va hammasini yana bir marta aralashtirib olamiz. Ikkita tuxumni oqi, chimdim tuz yana aralashtiramiz va 5 yulduz unlarini solib, yumshoqqina xamirni qorib olamiz. Oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni bo'laklarga bo'lamiz. Dumaloq shaklni berib, ketma-ketlikda yoyib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib qo'lim bilan yoyib oldim. Orasiga shunaqangi margarinni surtib olamiz 72% dan. Hammasi ketma-ket ustma-ust ketadi. Mana xuddi shunaqa qilib oxirgi xamirni qo'yganda shunaqa tekislab yoyib olamiz, yuqaroq qilib ochib va formamizni berib olamiz. Uchburchak kesilgan xamirlarimizni ichiga nachinka qo'yib xohishga ko'ra oshirishga olib qo'yamiz. Mana biroz turgach yana oshadi, ustiga tuxumni sarig'i va makni sepib 180 gradusda pishirishga olib qo'yamiz. Shunaqangi shirin, mazali, yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Shakar va suvga aralashtirilgan sirop bilan ustini ho'llab olamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Bitta like bosishni unutmang.